dostlar işitkeysiz mukamimni bayan eyley mukam nomi bilen Salamınız bayan eyley Kıraktın başlayın elge mukamler Bul haydep Kıraktın başlayın elge mukamlar Bul haydep Pah, neme degan chiroyli qush bu. Sayrashlarmi shundoq yiqimliq. Anglasam, u texi odamlarga o'xshash gap qila oladi ekan. Agar bu qushning sayrashlaridan o'z xonamda o'ltirib huzurlansam, nima degan yaxshi bo'ladi-a? Hey, bu qushni tutib, o'rniga opirib chiroyli bezalgan oltin qafasga solib, baxsam bu orzuimni amalga oshmamdi. To'g'ri, shunday qilay. Eng yaxshisi men u qushni tutib, o'rniga ip ketay. Vah, bek yaxshi bo'ldi. Qush uvusiga kirib ketdi. Mana endi uni tutadigan payt keldi. Hey. 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 Ahır tutup aldım. Ahır tutup aldım. Hey, bu kuşun tutup gelgile bir neçe ay oldu. Lekin bir haqiqatim içilip sayrap mı koymaydı-gu? Neymişti bu? Ey güzel qush, aytqinchi, men seni chiroyli sayrab beramikin deb oltin qafasga solab, yaxshi narsalarni berib beqib olsam, nemishqa har doim g'amkinli tursa? Buning sababi nima? Shahzoda oliyleri, qafasning eshigini ichib qo'ygan bo'lsalar, bu savollarga daraxtning shexi qo'nib turib javob bergan bo'lsam. Bo'ladi. Sen savolimga javob berib, chiroyli sayrab berdigan bo'lsang, sening deganingdek bo'lsin. Rahmat sizlarga, shahzoda oliyleri. Endi sayrab bergin bo'lamdi. Undaq anglab tursizlar, shahzoda oliyleri. Oltin qo'nda qafasdan ling-ling qo'mishim yaxshi, bunda hasal yegandan erkin turmushim yaxshi. Xayr xo'sh, shahzoda oliyleri. Oltin qo'nda qafasdan ling-ling qo'mishim yaxshi, bunda hasal yegandan erkin turmushim yaxshi. To'g'ri. Bu qish haqiqatanmi to'g'ri dedi. Kishining yurtida sulton bo'g'icha o'z yurtingda ultong bo'l degan mana shu-da. Men uni qafasga solab qo'yib to'g'ri qilmabdiman. Uning uchun erkinlikda muhim narsa bormi?